Hurmatli obunachilar, hozir konteynerimizdan tushgan o'sha Piomax issiqxonuvchi plyonkamizni har bir amallama isbotdan bitta ko'rsatdan akalar sizlarga ko'rishingiz mumkin. Buni alohida himoya qatlamlariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Shikast yetkazmaslik uchun Xitoydan maxsus mana shunaqa lentalarga boylanib kelinadi akalar. Yana bitta plyonkamizni ahamiyatli tarafi o'zimizning kompaniyani brendlari tushirilgan FZ Group kompaniyasi va 7+2. 7+2 nima desanglar akalar, 7 qatlamli premium darajadagi 2026-yil plyonka hisoblanadi. Buni masliniligiga ahamiyat berib qo'yasizlar. Plyonkamiz yog'li holatda bo'ladi. Buni sababi issiqxonaga yoyganinglardan keyin sirazi terlab tuman bo'lib ketmasligi uchun asosiy vazifasini qilib beradi plyonka yog'ligi. Bu 1.3 mikrondagi plyonkamiz. Rangini qaranglar, voydod, kevrasizlar kerak. Sizlarga cho'zilish darajalarini ko'rsatib o'tamiz. Ko'plarga qiziq bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, plyonkamiz juda ham sifatli akalar. Uncha-munchaga ertilib ketmaydi. Bemalol akalar, shamol bo'ladimi, sovuq joylar bo'ladimi, iqlim sharoitlaridan kelib chiqib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Shunaqa sifatli premium darajali plyonkalar faqat FZ Group kompaniyasida.